Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistonda mahalliy boshqaruvni yoshlar va bolalar manfaatlarini hisobga olgan holda transformatsiya qilish qo'shma dasturi doirasida bir nechta tadbirlar davom etmoqda. Uning natijasiga bag'ishlangan uchrashuv tafsilotlari haqida hozirgi lavhada so'z boradi. Yoshlar va bolalar manfaatlarini mustahkamlashga qaratilgan qo'shma loyiha doirasidagi ishlar 2024-yilda boshlangan. Bugungi kunda ham Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm va Toshkent viloyatlaridagi 12 ta pilot tuman hamda shaharlarda uning doirasida turli tadbirlar davom etmoqda. Mazkur dastur Shveysariya taraqqiyot va hamkorlik agentligi tomonidan moliyalashtirilgan bo'lib, UNICEF, UNDP va Yuksalish harakati hamkorligida amalga oshirilmoqda. Bu loyihani asosiy maqsadi O'zbekistonda mahalliy darajada yoshlarga qanday davlat xizmatlari ko'rsatilyapti, yoshlarni umuman qarorlar qabul qilish jarayonida yoshlar qanday ishtirok etyapti, mana shularni tahlil qilish va aniq takliflar tayyorlash. Joylardagi vazirlik va idoralarning bo'linmalarini 371 ta funksiyasini tahlil qilib chiqdik. Biz ko'rdikki, mana byudjetlashtirish jarayonida mahalliy darajada o'sha mahalliy kengashlar demak hali to'laqonli yoshlarni jalb qilayotgani yo'q. Bu birlamchi bir misol sifatida aytyapman va endi biz mana shuni qanday qilib to'g'rilashimiz kerak, bu bo'yicha normativ huquqiy hujjatlarni ishlab chiqishga kirishdik. Yig'ilish davomida 2024-yilning oktyabr oyidan 2025-yilning dekabr oyiga qadar amalga oshirilgan ishlar bo'yicha hisobot taqdim etildi. Bu orqali dastlabki bosqichda erishilgan natijalar va moliyaviy ijro holati ko'rib chiqildi. The project basically is divided. Loyiha doirasidagi ishlar 3 yo'nalish bo'yicha olib borilmoqda. Birinchi bosqichda hozirgi tizimni o'rganish maqsad qilingan edi. Ikkinchi bosqichda istalgan natijaga erishish bo'yicha aniq tashabbuslarni belgilab olish rejalashtirilgan. Bu jarayonda ham yoshlar va bolalarga taqdim etilayotgan xizmatlar turi tahlil qilinadi. Uchinchi yo'nalish esa inklyuziv boshqaruvga qaratilgan. Bolalar va yoshlar uchun teng imkoniyatlar yaratishga qaratilgan islohotlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida olib borilayotgan ishlar 2028 yilga qadar davom ettirilishi ma'lum qilindi.